metan qo'ydirayotganda qanchalik aldanganingizni o'zingiz bilmaysiz. Keling buni sirini fosh qilamiz. Deylik, sizni 4,5 million pulingiz oladi, lekin zapchasini 3 million 700, 3 million 800 zapchasi tiqqanligini qayerdan bilasiz? Ushbu videomizda shu sirni ochamiz. Qanog'i original zapchaslarni ko'rsatib o'ting. Original zapchaslarimizda miyaga to'xtaladigan bo'lsak, Stack 200 Gofas original yangilangan miyasi. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Originali. Buni xo'p. eski variantdagilariga ishonib o'tirish kerak emas. Keyin Pashunkamiz 01 original QR kodlari bor. QR kodlari e'tibor berasiz. 7 bulutli bo'ladi. И orqasida ham QR kodi bor. QR kodi bor. Qo'lga botadigan QR kodi bor. X original reduktorimiz, ADAX reduktorimiz. Mana bu plombali fishka anaqasi, yana bitta fishkasi, shaybachasi bo'ladi. Shaybachasi bor. Shaybachasi bor. Sifrovoy QR kodigacha bo'ladi aka. Bu original. Keyin do'stlar, buni vodiy varianti ham bor ekan. Xuddi shunga o'xshab chiqargan. Ehtiyot bo'linglar do'stlar. Shtir kodlarga e'tibor berasizlar. Shunday. Xo'p. Ushbu avtomobilimizga 90 talik gaz balondi. Metan uстановка qiladigan bo'lsa 90 talik gaz balondi 4 million 200 ming so'm chegirmada qilib qo'yganmiz. Eng fuli. Buni ortiq puli yo'q. Yo'q. Ushbu videomizni metanga o'rnatmoqchi bo'lgan do'stlarga yuborib qo'yamiz. Bitta like bosib, obuna tugmachasini bosib qo'yamiz. Sizgacha biz esa har doim xalqqa manfaatli ma'lumotlar berib o'tamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.